Salom do'stlar, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan hayotimizning eng dolzarb muammolaridan biri elektr uzilishlari sharoitida aloqa va internetning yo'qolishi haqida suhbatlashaman. Ayniqsa so'nggi paytlarda bu masala ko'plab insonlarni o'ylantirib qo'ygan, to'g'rimi? Qorong'ulik qoplaganda telefonlarimiz o'chib qolsa, internet signali butunlay yo'qolsa, o'zimizni qanchalik ojiz his qilishimizni tasavvur qiling. Farzandlaringiz bilan bog'lanish, yaqinlaringizdan xabar olish, shoshilinch ish topshiriqlarini bajarish yoki oddiygina yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyati yo'qoladi. Bu shunchaki noqulaylik emas, bu hozirgi raqamli zamonda hayotiy zaruratga aylangan xizmatlarning to'liq to'xtab qolishi demakdir. Lekin bugun men sizga juda muhim va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir yangilikni aytish uchun keldim. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa hozirgi sharoitda o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki bu sizning xavfsizligingiz, xotirjamligingiz va muhim masalalarni hal qilish qobiliyatingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz elektr uzilishlari paytida ham aloqada qolishni, bepul internetdan foydalanishni va telefoningizni zaryadlashni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Muammoning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Oldinlari qanday edi? Oldinlari elektr uzilganda nafaqat uyimizdagi yorug'lik o'chib qolar edi, balki butun mahallada, hatto ba'zi hollarda butun bir viloyatda hayot bir zumda to'xtab qolar edi. Telefonlarimiz ishlamay qolar, mobil operatorlarning tayanch stansiyalari quvvatsizlanib, internet aloqasi umuman yo'q bo'lib ketardi. Xotirangizda bo'lsa kerak, 2022 yilining yanvar oyida O'zbekistonning katta hududida sodir bo'lgan keng ko'lamli energiya uzilishini eslaylik. O'sha paytda minglab, hatto millionlab odamlar qiyin ahvolda qolgandi. Banklar ishlamadi, do'konlarda terminallar o'chdi, kassalar to'xtadi. Eng yomoni, favqulodda vaziyatlarda tez yordam, politsiya yoki gaz xizmatiga qo'ng'iroq qilish imkoniyati cheklanib qoldi. Odamlar bir-biri bilan bog'lana olmadi, qayerda nima bo'layotganidan bexabar qoldi. Bu shunchaki noqulaylik emas, bu xavfsizlik masalasiga aylangandi. Tabiiy ofatlar yoki texnogen avariyalar yuzaga kelganda aloqaning yo'qligi vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin edi. Bu holat davlatimiz uchun ham, aholimiz uchun ham katta saboq bo'ldi. Mana shunday og'riqli tajribalardan so'ng davlatimiz va xususiy sektor hamkorligida jiddiy choralar ko'rila boshlandi. Yangi dastur joriy qilindi. Uning asosiy maqsadi elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan taqdirda ham aholini ishonchli aloqa va internet bilan ta'minlash. Bu qanday ishlaydi? Maxsus aloqa markazlari yoki favqulodda aloqa nuqtalari tashkil etilmoqda. Bu markazlar doimiy elektr tarmog'idan mustaqil ravishda ishlashga qodir bo'lgan zaxira quvvat manbalari, generatorlar, quyosh panellari va katta quvvatli akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Ular nafaqat mobil aloqa va internet uchun zaxira bo'lib xizmat qiladi, balki fuqarolarga o'z telefonlarini zaryadlash imkoniyatini ham beradi. Bu shunchaki va'da emas, bu hayotga tatbiq etilayotgan amaliy yechimdir. Endi keling, bu tizimning asosiy jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu unchalik ham taalluqli emas. Birinchidan, bu tizim qanday ishlaydi? Har bir viloyat, tuman va yirik shaharlardagi aniq belgilangan joylarda aloqa markazlari ochilmoqda. Bu joylar odatda olis joylashgan yoki strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar bo'ladi. Masalan, mahalliy hokimiyat binolari, yirik pochta bo'limlari, poliklinikalar, jamoat transporti bekatlari, yaqindagi o'quv markazlari, ayrim yirik savdo majmualari va bozorlar atrofi. Bunday markazlarda nafaqat bepul Wi-Fi nuqtalari, balki mobil telefonlar va boshqa gadjetlarni zaryadlash uchun ko'plab stansiyalar, ba'zi hollarda esa sun'iy yo'ldosh aloqa uskunalari ham o'rnatilgan bo'ladi. Bu degani elektr uzilganda siz shunchaki uyda o'tirmaysiz, balki eng yaqin markazga borib aloqada qolishingiz mumkin. Texnik jihatdan bu markazlar jiddiy tayyorgarlikdan o'tgan. Har bir markaz kamida 48 soat davomida, ya'ni 2 sutka mobaynida elektrsiz ishlashga qodir. Bu juda muhim muddat, chunki ko'pchilik elektr uzilishlari ushbu muddatdan oshmaydi. Generatorlar avtomatik tarzda ishga tushadi. Katta quvvatli akkumulyatorlar esa generator ishga tushgunga qadar yoki yoqilg'i tugagan paytda zaxira manba bo'lib xizmat qiladi. Quyosh panellari majmuasi esa kun davomida akkumulyatorlarni doimiy ravishda zaryadlab turadi. Bu esa tizimning yanada barqaror ishlashini ta'minlaydi. Internet tezligi cheklangan bo'lishi mumkin,
Chunki bu favqulodda vaziyatlar uchun mo'ljallangan. Masalan, HD formatdagi videolarni yuklash yoki katta hajmdagi fayllarni almashish qiyin bo'lishi mumkin, lekin asosiy ehtiyojlar uchun xabar almashish, Telegram, WhatsApp, elektron pochta, bank operatsiyalari, favqulodda chaqiruvlar va eng muhim yangiliklarni bilib turish uchun yetarli darajada tezlik ta'minlanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchidan, uzoq qishloqlarda yashovchilar. Chunki bu hududlarda elektr ta'minoti infratuzilmasi ko'pincha eski va uzilishlarga moyil bo'ladi. Ikkinchidan, tibbiy yordamga muhtojlar, ayniqsa surunkali kasalliklarga chalingan yoki keksa yoshdagi insonlar. Ular favqulodda vaziyatda tez yordam chaqirish yoki yaqinlari bilan bog'lanish uchun bu markazlarga muhtoj bo'lishadi. Uchinchidan, talabalar va masofaviy ishchilar. Ular uchun onlayn darslar yoki ishni davom ettirish hayotiy muhim. Chunki har qanday uzilish o'qish yoki ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'rtinchidan, yolg'iz yashovchi qariyalar va nogironligi bor fuqarolar. Ular yaqinlari bilan bog'lanish va ularning holidan xabar olish uchun bu markazlarga muhtoj bo'lishadi. Va albatta, har qanday favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda, tabiiy ofatlar, texnogen avariyalar, yirik baxtsiz hodisalar paytida aloqaning mavjudligi hayotiy ahamiyatga ega bo'ladi. Kim xavotirlanishi shart emas. Asosan, elektr ta'minoti barqaror bo'lgan, zamonaviy infratuzilmaga ega hududlarda yashovchi yoki doimiy zaxira generatorlarga ega bo'lgan tashkilotlar xodimlari. Shuningdek, o'zi uchun kuchli zaxira energiya manbalariga, masalan, katta invertorlar, quyosh panellari yoki shaxsiy generatorlarga ega bo'lgan fuqarolar ham bu muammodan nisbatan kamroq aziyat chekishadi. Lekin rostini aytganda, bunday imkoniyatlar hamma uchun ham mavjud emas. Shuning uchun bu markazlar umumiy aholi uchun mo'ljallangan. Endi esa bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik, raqamlar va aniq vaziyatlar bilan. Misol 1, bobom va buvim Farg'ona viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashaydilar. Ularning qishlog'ida eski elektr simlari va transformatorlar borligi sababli, ayniqsa qish mavsumida elektr uzilishlari tez-tez sodir bo'lib turadi. Oldinlari elektr uzilganda ularning eski tugmacha telefonlari bir necha soatdan keyin zaryadi tugab, butunlay o'chib qolar edi. Biz shaharda yashovchi farzandlari va nabiralari ular bilan 2-3 kun bog'lana olmagan paytlarimiz bo'lgan. Bu biz uchun ham, ular uchun ham katta tashvish tug'dirardi. Holbuki, ular ba'zan dorilarni qabul qilish va sog'lig'i haqida ma'lumot berishlari kerak bo'ladi. Endi esa qishloq markazidagi pochta bo'limida aloqa markazi ochilgan. Ular u yerga borib, telefonlarni zaryadlashlari, Telegram orqali bizga qisqa xabar yuborishlari yoki hatto videoroligimizni ko'rib, o'z holatlarini xabar berishlari mumkin. Bu nafaqat ular uchun, balki biz uchun ham ruhiy xotirjamlik beradi. Endi biz ular bilan aloqa uzilishi sababli xavotirlanmaymiz. Chunki favqulodda markaz mavjudligini bilamiz. Misol 2 talaba Dilfuza Samarqand shahridagi talabalar yotoqxonasida yashaydi. U masofaviy ta'lim oladi va ko'plab darslari onlayn tarzda o'tkaziladi. O'tgan haftaning yakshanba kuni elektr tarmoqlarida yirik nosozlik tufayli shaharning katta qismida elektr uzildi. Yotoqxonada internet ham, yorug'lik ham yo'q edi. Dilfuzaning aynan o'sha kuni muhim onlayn seminar bor edi. Oldinlar bunday vaziyatda u darsga kira olmas, bahosi pasayib ketar edi. Lekin endi u yotoqxonadan taxminan 15 daqiqalik masofada joylashgan universitet binosidagi aloqa markaziga bordi. U yerda bepul Wi-Fi ga ulanib telefonini zaryadladi va seminarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Hatto topshiriqlarni ham yubordi. Oddiy Wi-Fi emas, balki barqaror va ishonchli ulanish unga o'qishini davom ettirishga yordam berdi. Uning aytishicha, bu markazlar sababli oyga o'rtacha 2-3 ta darsni o'tkazib yuborishdan saqlanmoqda. Bu esa uning o'qishdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Misol 3. Tadbirkor Alisher Toshkentda kichik mebel ishlab chiqarish biznesiga ega. Uning biznesi bank xizmatlari, onlayn to'lovlar va mijozlar bilan aloqa qilish uchun internetga bog'liq. Oldinlari elektr uzilganda u nafaqat ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lar edi, balki bank operatsiyalari va mijozlar bilan aloqani ham uzib qo'yar edi. Bu unga har safar elektr uzilganda katta zarar keltirardi. Hozir poytaxtdagi bir nechta yirik savdo markazlari va tuman hokimiyatlari binosida bunday aloqa markazlari mavjud. Elektr uzilganda Alisher o'sha yerga borib, muhim tranzaksiyalarni amalga oshira oladi. Mijozlarga zudlik bilan javob beradi va ishini davom ettiradi. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, bu tizim unga oyga taxminan
egamlikdan 2 million so'm yo'qotishdan saqlanishga yordam beradi. Chunki mijozlar yo'qolmaydi va moliyaviy operatsiyalar uzluksiz davom etadi. Bu shunchaki qulaylik emas. Bu biznesni saqlab qolish imkoniyatidir. Endi esa har qanday tizimda bo'lgan kabi bu dasturning ham o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va ko'rinmas nozik jihatlari mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Istisnolar: birinchidan, bu tizim mamlakatimizning hamma joyida birdek rivojlangan emas. Chekka va juda olis hududlarda bunday markazlar soni hali ham kam bo'lishi mumkin. Hukumat va aloqa operatorlari bu bo'yicha ish olib bormoqda, lekin bir kunda hamma joyni qamrab olishning iloji yo'q. Ikkinchidan, shuni tushunish kerakki, bu xizmat faqat favqulodda holatlar uchun mo'ljallangan. Bu doimiy, kundalik bepul internet manbai emas. Uning asosiy maqsadi elektr uzilganda yoki boshqa favqulodda vaziyatlarda sizni aloqada tutishdir. Uchinchidan, ba'zi joylarda infratuzilma eski bo'lishi mumkin. Bu albatta internet tezligiga yoki mobil aloqa sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, juda eski binoda joylashgan markazda tezlik yangi markazga nisbatan pastroq bo'lishi ehtimoli bor. Tuzoqlar va ehtiyot choralari: birinchi tuzoq, odamlar ko'p bo'lsa tezlik pasayishi mumkin. Agar bir vaqtning o'zida juda ko'p foydalanuvchi bir markazga kelsa, tarmoq yuklanib, internet tezligi sezilarli darajada pasayib ketishi mumkin. Bu holda siz biroz kutishga yoki boshqa markazni qidirishga majbur bo'lishingiz mumkin. Ikkinchidan, ba'zi markazlar cheklangan ish vaqtlariga ega bo'lishi mumkin. Masalan, pochta bo'limlari yoki hokimiyat binolaridagi markazlar ularning ish soatlari bilan chegaralanishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin ish vaqtini aniqlash maqsadga muvofiq. Uchinchidan, xavfsizlik masalasi. Ochiq Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligiga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Muhim bank operatsiyalarini amalga oshirishda yoki shaxsiy ma'lumotlarni kiritishda har doim ehtiyotkor bo'ling. Agar imkoningiz bo'lsa, VPN, Virtual Private Network dan foydalanish tavsiya etiladi. Bu sizning ma'lumotlaringizni shifrlab, xavfsizlikni oshiradi. To'rtinchidan, ba'zi qora joylar hali ham mavjud. Ya'ni elektr uzilganda internet umuman ishlamaydigan joylar hali ham topilishi mumkin. Bu ayniqsa tog'li hududlar yoki aloqa operatorlarining tayanch stansiyalari yo'q joylarga tegishli. Ko'rinmas nozik jihatlar: birinchidan, bu loyiha doimiy rivojlanishda. Hukumat va operatorlar har kuni yangi punktlar ochish ustida ishlamoqda. Shuning uchun bugun bo'lmagan markaz ertaga sizning yo'lingizda paydo bo'lishi mumkin. Doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lib turish muhim. Ikkinchidan, foydalanish qoidalari. Har bir markazning o'ziga xos foydalanish qoidalari bo'lishi mumkin. Masalan, siz qancha vaqt davomida internetdan foydalanishingiz mumkinligi yoki telefoningizni qancha vaqt zaryadlash stansiyasida qoldirishingiz mumkinligi cheklanishi mumkin. Bu resurslarning adolatli taqsimlanishini ta'minlash uchun qilinadi. Uchinchidan, bu tarif emas, balki xizmat. Bu bepul xizmat bo'lib, sizning mobil operatoringiz tarif rejasiga bog'liq emas. Siz qaysi operator abonent bo'lishingizdan qat'i nazar bu markazlardan foydalanishingiz mumkin. To'rtinchidan, ba'zi favqulodda aloqa markazlari hududida favqulodda vaziyatlar haqida avtomatik SMS xabarnomalar olish tizimi joriy etilmoqda. Bu xususiyat tabiiy ofatlar yoki boshqa xavfli vaziyatlar haqida tezkor ma'lumot olishga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu markazlardan qanday foydalanish kerak? Qanday qadamlarni qo'yish kerak? Bir qadam, aloqa markazlarini aniqlash. Avvalo, o'zingizga eng yaqin joylashgan yoki siz tez-tez boradigan hududlardagi bunday markazlarni bilib oling. Davlat xizmatlari portali. MyBond Group o'z saytida maxsus interaktiv xarita mavjud. Saytga kirib, aloqa yoki favqulodda aloqa markazlari deb qidiring. Xaritada sizga eng yaqin markazlar belgilangan bo'ladi. Ularning manzili, ish vaqti va taqdim etilayotgan xizmatlar haqida ma'lumotni topishingiz mumkin. Mobil ilovalar, ba'zi xususiy mobil operatorlar yoki davlat tomonidan ishlab chiqilgan ilovalar, masalan elektr ta'minoti yoki mening mahalla ilovasi orqali ham bu markazlarning ro'yxatini va joylashuvini topish mumkin. Bu ilovalarni telefoningizga yuklab olishingizni tavsiya etaman. Mahalliy hokimiyat. Tuman yoki shahar hokimiyatlarining rasmiy saytlari, Telegram kanallari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bunday markazlar haqida e'lonlar doimiy ravishda berib boriladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, o'z mahallangizdagi rais yoki faollardan ham bu markazlarning joylashuvi haqida ma'lumot olishingiz mumkin.
2 qadam aloqa markaziga borganda nimani olib borish kerak? Oddiy qilib aytganda, tayyor turish yaxshi. A. Shaxsiy guvohnoma, pasport. Ba'zi markazlarda, ayniqsa xavfsizlik kuchaytirilgan joylarda kirishda shaxsingizni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Pasportingizni yoki ID kartangizni o'zingiz bilan olib boring. Zaryadlovchi kabel, telefoningizni yoki boshqa gadjetlaringizni zaryadlash uchun tegishli kabelni unutmang. Markazlarda odatda universal portlar USB-A, USB-C bo'ladi, lekin kabelingizni o'zingiz bilan olib borganingiz ma'qul. Portativ zaryadlagich power bank, markazda zaryadlash stansiyalari band bo'lsa ham, siz o'z power bankingizni to'ldirib olishingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha quvvat zaxirasini yaratadi. Ehtiyotkorlik bilan shaxsiy ma'lumotlar, yuqorida aytganimdek, ochiq Wi-Fi da muhim bank operatsiyalari qilmaslikka harakat qiling. Agar shunday qilishga majbur bo'lsangiz, VPN xizmatidan foydalaning. Ochiq adam, aloqa markazidan qanday foydalanish kerak? Markazga boring. Eng yaqin markazga boring. Agar u yerda navbat bo'lsa, sabr bilan kuting. B. Kirishda shaxsingizni tasdiqlang. Agar talab qilinsa, shaxsiy guvohnomangizni ko'rsating. J. Favqulodda aloqa yoki erkin Wi-Fi tarmog'iga ulaning. Telefoningizda Wi-Fi sozlamalariga kirib, mavjud tarmoqlar ro'yxatidan shu nomdagi tarmoqni toping va unga ulaning. Ro'yxatdan o'tish ba'zi hollarda birinchi marta ulanganingizda telefon raqamingiz orqali qisqa ro'yxatdan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlash uchun qilinadi. Telefoningizni zaryadlash stansiyalariga ulang. Stansiyalar odatda aniq belgilangan bo'ladi. Ularga mos keladigan portga kabelingizni ulang. Boshqa foydalanuvchilarga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Resurslar cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshqalarga ham imkoniyat berish uchun uzoq vaqt band qilmaslikka harakat qiling. Navbatni kutishga tayyor bo'ling. 4 qadam. Agar muammo yuzaga kelsa, kimga murojaat qilish kerak? Markaz xodimlari. Har bir markazda mas'ul xodimlar bo'lishi kerak. Ular sizga har qanday savol va muammo bo'yicha yordam berishga tayyor turishadi. 175 raqami bu aholi uchun yagona axborot markazi raqami. Elektr ta'minoti. Aloqa masalalari bo'yicha har qanday ma'lumotni shu raqam orqali olishingiz mumkin. Hududiy elektr tarmoqlari korxonalari. Agar muammo bevosita elektr uzilishi bilan bog'liq bo'lsa, hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ularning aloqa raqamlari odatda shahar yoki tuman hokimiyatlarining rasmiy sahifalarida ko'rsatilgan bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu dastur shunchaki texnik yangilik emas. Bu bizning hayotimizni xavfsizroq, qulayroq va barqarorroq qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Elektr uzilishlari yoki boshqa favqulodda vaziyatlarda aloqada qolish imkoniyati, bepul internetga kirish va telefoningizni zaryadlash, bularning barchasi bizning kundalik hayotimizga katta ishonch bag'ishlaydi. Bu tizim hali mukammal emasdir, ammo u doimiy ravishda takomillashib borayotganini va aholining ehtiyojlariga moslashayotganini unutmang. Ushbu ma'lumotni bilish va uni o'zingizda saqlab qolish, shuningdek yaqinlaringiz bilan bo'lishish har birimiz uchun foydali bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz qaysi hududdan ekansiz va sizningcha bu tizim qanchalik foydali bo'lishi mumkin? Sizning hududingizda shunday markazlar bormi? Ulardan foydalanganmisiz? O'z tajribangiz bilan bo'lishing. Ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali kontent yaratish uchun ilhom beradi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doim aloqada bo'ling.